4-chi mavzu Mo'lja Rustam Bosimov yonidagi 7 qavatli yangi do'mga kelganmiz. 7-qavatda 53 kvadrat 2 xonalik uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Mana bu tomonda vannaxonamiz. Bularda razdelniy bo'ladi, alohida vannaxonasi, alohida hojatxonasi. Mana bu umumiy koridor ko'rsatib yuboring. Mana bu umumiy koridorimiz. Mana bu yoqda spalniy xonamiz. Mana spalniy xona. Mana bu tomonda bo'yinadigan o'zini nima deydi, termosi bor ayollar uchun. Uy yangi remont. Yangi remont bo'lganda qanday shu qurilishlar o'zlari remont qilib bergan. Mana bu yoqda hojatxonasi. Hojatxonasi ham katta, keng ijod qilsa bo'ladigan xona. Mana bu zali. Mana yonmas. Mana tashqi tomonda ko'rsatib qo'yish domlarini. Bu zali uyda ichida hech nima qolmaydi. Uyda ichida hammasi olib chiqib ketiladi. Issiq suv, sovuq suv, отопление hech qanaqa muammosi yo'q. Mana bu kuxnyasi. Kuxnyasi ham katta, mana kengina kuxnyasi bor. И plus sizlarga balkonchasi ham bor. Hamma do'mlarda balkon yo'q bilasizlar. Uyda ichida hech nima qolmaydi. O'zim raqamni qoldiraman, menga telefon qilsa men barakasini qilib beraman. Endi narxi 33500 dollar so'ralyapti. Albatta sunnatga egasi o'tib beraman deyapti. Bemalol telefon qilaversa savdosi halol bo'ladi. Bizda makillik to'lovi yo'q. Meni uy sotib olishing mumkin, men sirni qilmayman. Chao, chao.